Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu bizning oilaviy kanalimiz hisoblanib, biz ushbu kanalda sayohatlarimizni qo'yib boramiz. Qaysi davlatlarda bo'lgan sayohatlarimizni ketma-ketligini qo'yib boramiz. Avvalambor sayohatimizni 2022-yil boshlaganmiz. Oilaviy kichkina bolachalarimiz bilan sayohat qilishni Germaniya davlatining Berlin shahridan. Mana biz hozir Istanbul shahridan Berlinga uchib ketish arafasidamiz. Avtobus orqali samolyotimizga yetib oldik va mana Xudo xolasa uchishni boshladik. Bu video arxiv video hisoblaniladi. Biz o'z sayohatimizni ketma-ketlik bilan shu yilgacha bo'lgan joylarni asta-sekinlik bilan qo'yib boramiz. Ko'proq like va podpiska qilinglar. Ko'rib borishinglar mumkin. Kino tarzida qism-qismga bo'lib qo'yib borishni rejalashtirmoqdamiz. Birinchi sayohatimiz mana bolajonlarimiz bilan boshlab oldik. Biz hozir markaziy aeroportidamiz, Berlin shahrini. Bagajlarimizni olib, otelga yo'l olish arafasidamiz. Bu meni katta qizim, o'sha paytda yoshi 2022-yil bo'lsa, hozir 7 yoshda qizim bo'ladi. Kichkinam esa 5 yoshli hali bolacha, bog'chaga borardi. Xullas, mana biz aeroportdan poyezd orqali shahar markaziga ketish maqsadida poyezdda o'tirdik. Mana keldik, otelimizga yuklarimizni qo'yib, kechki sayrga chiqishga qaror qildik. Bolachalarimiz dam olishni xohlashmadi, chunki ular Istanbulda dam olishgan edi. Istanbuldan Berlinga 3 soat, atigi 1 soat yoki 1 soat 20 minut atrofida bo'lishi kerak edi. Adashmasam, maksimum shu 1 soat 20 minutlar atrofida. Shu sababli bular charchashmagan. Kechki o'zimiz ham atiga 3 kunga kelganmiz Berlinga. Bu biz uchun juda ham kam edi. Peshkom, ya'ni piyoda yurish maqsadida ozgina chiqib ko'chalarni ko'rdik. Rayonlar bilan tanishdik, har xil. Otel juda ham toza edi, qulay, lokatsiyasi ham yaxshi. Shahar markaziga yaqin joyda joylashgan. Mana yon atrofidagi ko'cha, bog', har xil magazin, har xil o'sha kafeshkalar bor. Biz kech payt ovqatlanish maqsadida mana ko'chaga chiqdik. Mana bu belgi Havas marketga o'xshar ekan, belgisi. Havas marketda anaqasini olishgan shekilli ko'chirishib nemislar. Xullas, mana birinchi ko'rganimizda Havas marketga kelib qolmadikmi deb prosta kulishdik turmush o'rtog'im bilan. Xullas, soat atiga 5 yoki 6 edi, kech payt. Уже shaharda hamma yoq yopilgan. Biror bir ko'ngilochar joyga borib, bunday dam olish imkoniyati yo'q. Zaruriyat bilan magazinga yoki biror bir kafe, restoranga borib ovqatlanishingiz mumkin. Targoviy sentrlar, biror bir joylar turistlar kirish uchun hamma yoq уже yopiq. Ish soati allaqachon tugab bo'lgan edi. Bu mart oyi, ko'rib turganingizdek sovuq, shaharda hamma kurtka, shapkalarda, qalin kiyimlarda yurishibdi. Mashinalar ham juda ham kam, ko'proq velik va peshkom yurishibdi. Xullas, biz magazinga kirdik va yonida gul do'koni bor ekan. Orada uni ham videolarga oldik esdalik uchun. Qizim iltimos qildi, o'shanga mana gullardan bahramand bo'ling. Mana endi gullash arafasida, mana ko'rib turganingizdek mart oyi. Ovqatlandik. O'sha mana kech bo'ldi. Orada men video tushirmadim. Mana keyingi davomini ham qo'shib ketishga qaror qildim. Xullas, biz hozir oteldan chiqib, kechki sayohatimizni yana boshladik. Bu soat atiga bir 8:30lar edi, 20-30lar orasi edi. Oteldan chiqib biz ushbu otelda qoldik. Otel juda ham
komfortniy, yaxshi otel, lokatsiyasi ham zo'r. Где-то hozir men sizlarga aytaman, 300-400 metr atrofida mashhur Berlinskiy bashniyadan. Ko'pchilik bilsa kerak, bu o'sha tarixiy telebashka. Shunaqa deyilsa kerak ham. U xullas o'sha tomonga qarab biz yo'l oldik. Uzoqdan ko'rish maqsadida, chunki juda ham chiroyli bo'ladi deyishdi. Mana ketyapmiz. Mana bu oteldagilar yonimizda o'sha mahalla o'zini o'sha местныйлari ham yuribdi, hayvonlarini aylantirib. Mana ko'rishinglar mumkin o'sha bashniyani, Berlinskiy bashniyani. Ozgina yaqin borib ko'rdik. Havo juda ham sovuq edi. Atigi kechaga kelganmiz. Ertaga yana planlarimiz bor edi. O'sha mashhur Berlin darvozasi, Aleksandr Platsga, o'sha har xil tarixiy binolarini borib ko'rish, parklarida bo'lish. Bular uchun 3 kun juda ham kam. Lekin biz tez ko'rishga harakat qildik. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, qo'yib boraman bu videolarni ketma-ketligini. Bu hali birinchi kunimiz boshlanishi. Mana hamma yoqda suv, ko'priklar, park ko'rib turganingizdek, havo juda ham toza, maza qilib nafas olishingiz mumkin. Yaxshigina sovuq. Sentrga yaqin mana mashinalar paydo bo'lib qoldi. Oboyi ko'chalarda hech qanaqa mashinani ko'rmasligingiz mumkin edi. Mana o'sha otelga qaytmoqdamiz. Shaharda hech kim yo'q. Devorlarini ko'rganingizdek juda ham qadimiy. Mana necha asrlardan beri turgan devorlar bo'lsa, yangi inshootlar mana bu yoq tomonida. Ko'chada mana hech kim yo'q. Soat taxminan 21:00 bo'lgan o'sha paytda. Mana ora-orada bitta-ikkita odam yuribdi. Tem bo'li bizga o'xshagan yosh bolalarni umuman ko'rmaysiz. Hamma hayron. Turistligimiz bilinib turibdi. Mana o'sha yerdan yuribmiz. Xullas Berlin bizga juda ham yoqdi. Kechki Berlinda o'zimiz piyoda yurib his qilishni xohladik va bu menimcha buni uddaladik. Bular o'sha devorda surat chizish uslubini juda ham yaxshi ko'rar ekan.